O'qi maktabda, hunaringni ol. Harakat qil, intilganga tole yor, qimirlagan qir oshadi. Harakat qilganga barakot beriladi. Qilsin, o'qisin, hunar olsin, maktabda o'qisin. Ha, umrini telefonda o'tkazgan bola nima bo'ladi? Mana tasavvur qiling. Boring yana 15 yoshdan boshlab qo'liga telefon tushdi. Faqat ko'zi internet, Instagram, telefon, prikol, shu ko'rgan 17 ga kirdi, 20 ga kirdi, 25 ga dada qaridi. Dadani boqish kerak. Midik kallani ko'tarsa, hayot, ro'zg'or, xotin, bolajig'i, dada, ota, ona. Miyada alif yo'q, qo'lda hunar yo'q. Nima bo'ladi? Gado bo'ladi. Yoshligini bekor o'tkazganlar gado bo'ladi. Tilamchi bo'ladi. To'g'ri eshitaydi turadigan bo'lmasa ham, akkuratni, kulturni gaday bo'ladi. Borib tog'asidan so'raydi, ammasidan so'raydi, xolasidan so'raydi, o'rtog'idan so'raydi. Qil, mehnat qil, harakat qil, o'qi, hunar ol, maktabda o'qi. Musulmonlar bolasini shu maktabida institutda zo'r o'qitmaganligi uchun bugun dunyoda musulmonlarning reytingi 0 bo'lib qoldi. 0 bo'lib qoldi. Buni tan olishimiz kerak buni. Kitob o'qimayapti bolalar. Yo badiiy kitob o'qimayapti, yo bitta hunarining kitobini o'qimayapti. Og'ir ishlarni biz ham chet eldan ishchilarni chaqirib biz ham qildiraylik. Biz ham viza beraylik yo Hindistonga, yo Koreyaga, yo Rossiyaga. Bizga 1000 ta molni fermada ishlaydigan, molni tayin tortadigan 1000 ta xodim kerak. 2,5 ming dollar oyligi kelsin deb. Yo bizga suv achish kerak, yo devor uradigan kerak edi. Chaqiraylik biz ham. Qachongacha bizni chaqiradi? Uning uchun nima qilish kerak? O'qish kerak. Bu o'qish deganda faqat bolani hujraga berish tushunmaylik biz.